Rossiyada 14 yoshidan buyon energetik ichimliklarni ichib kelgan yigit yura olmay qoldi. Mash nashrining xabar berishicha, SKA xokkey klubining 22 yoshli xodimi Artyom Peter 8 yildan beri muntazam ravishda energetik ichimliklarni iste'mol qilib kelgan. U so'nggi 3-4 yil ichida kunida 3 mahal energetik suvlarni ichgan. Joriy yilning yozida qorni og'rib shifoxonaga tushib qolgan. Unda pankreatit borligi aniqlangan. Davolanishdan ko'p o'tmay, u yana shifokorlarga murojaat qilgan. Yigitning oshqozon osti bezida kichik o'sma borligi ma'lum bo'lgan. Shundan keyin yigit operatsiya qilingan. Sentyabr oyiga kelib yigit xotirasini yo'qota boshlagan. Shifokorlar energetik ichimliklar yigitning oshqozon va oshqozon osti bezini kuydirib yuborganini aytishgan. Mutaxassislar uning tirik qolganining o'zi mo'jiza ekanligini ta'kidlamoqdalar. Mash nashriga ko'ra, yigit hozirda qaytadan oyoqqa turish va mustaqil harakatlanishni o'rganish uchun kurashmoqda. Uning oilasi esa farzandining reabilitatsiyasi uchun pul yig'moqda.